Cannavaro qaysi uslubda o'ynaydi va undan nima kutishimiz kerak? Cannavaro Italiya murabbiylari maktabidan kelib chiqqan. Bu degani himoyani hujumdan ustun qo'yadi. Tiki-taka xohlaganlar bu safar afsus. Cannavaroning o'zi aqlli himoyachi bo'lgan. Podkat bilan kurashdan ko'ra ko'proq o'yin o'qishi ajralib turgan. O'shaning uchun ham milliy terma jamoamizdan ko'proq birga-bir o'yin emas, pozitsion himoyalanish va muhim zonalarni yopish kutiladi. Cannavaro himoyada ikkita sxema ishlatganini ko'rdi. 5-2-3 va 4-4-2. Ikkalosi ham sbornimizga tanish sxema. Himoyada asosiy maqsadi markaziy hududni yopib tashlash va raqibni flanglarga o'ynashga majbur qilish. Menga aynan flanglarga desangiz, chunki out liniyasi evaziga flanglarda kam bo'shliq bo'ladi va ko'pda shutga kelsa, pressing orqali Koptoni tez ovosa bo'ladi. Tak, hujumda build updan boshlaymiz. Kopto Vati tomonidan o'yinga kiritilayotganda Cannavaro jamoalari juda ham bir-biriga yaqin joylashib, pas o'ynaymiz deb ko'rsatadi. Lekin aslida pas o'ynamaydi. Pas o'ynashni imitatsiya qiladi va shunaqa qilib raqibni pressingini o'ziga chaqiradi. Raqib o'ziga chaqirib olgandan keyin raqib himoya chizig'ini orqasida juda katta bo'shliqlar bo'ladi va Cannavaro jamoalari o'shandan foydalanadi. Birtar bunga pas beradi, pressing boshlanayotganda shu o'yinchi olib uzun uzatma berib, mana o'yinchilar yugurib kirishiga pas beradi. O'zi Cannavaro jamoalari o'yin paytida ko'p himoyalanadi va qarshi hujumlar orqali hujum qilishadi. Lekin Kopto bilan bo'lgan paytida shunday shaklga turib olishadi. Bitta qiziq tomoni mana ikkita o'yinchida bo'ladi. Chunki qaysidir aslida qanot himoyachisi bo'ladi va hujum paytida ichkariga kiradi, o'rta hududga. Bu rolni o'ylashim bo'yicha Hojiakbar Alijonov zo'r qiladi, chunki hujumga borishni yoqtiradi va kichkina hududlarda dribbling orqali o'ziga hudud yarata oladi. Xullas, qisqa gapiradigan bo'lsam, Katanch futbolga o'xshashli taraflari bor, ayniqsa himoyada. Hujumda esa kichkina kreativ o'zgarishlar ko'ramiz. O'zgarishlar foydalimi yoki zararmi? Urugvayga qarshi o'yinni ko'ramiz. O'sha o'yinni tahlilini o'tib o'rmaslik uchun обязательно obuna bo'ling va Cannavaroga esa omad